Koreyada уже soat 3, 17 oylik bolamni bog'chadan olib kelishga ketdik. Ko'chada havo zo'r bo'lgani uchun bugun har xil odamlarni uchratdim. Yo'l yursam ham yo'l yurdim, yo'l yursam ham yo'l yurdim, oxiri yetib keldim. Biz bog'chasiga kolyaskasini tashab ketamiz. Oyoq kiyimini kolyaskani tagiga qo'yib qo'ygandim. Hech kim tegmaydi ham yoki o'g'irlab ham ketmaydi. Chunki Koreyada kameralar juda ham ko'p. Bu safar sovuni bog'chasiga tovuqni bolalarini olib kelib qo'yishibdi. Menimcha bugun tovuqni bolalariga chuvalchang berish darsini o'tishgan bo'lsa kerak. Shunday qilib sovujonimiz pandasini quchoqlab chiqyapti. Men oyasiga kombinezonini yechib qo'ysangiz ham bo'laveradi degandim, lekin bechora bolam ertalabdan kechgacha shu kombinezonda o'ynab. Biz har kuni bog'chadan chiqib shunaqa o'ynaydigan maydonchaga boramiz. Sovut juda ham yaxshi ko'radi. Odatda bu yerda odamlar ko'p bo'ladi. Даже hojatxonaga ham sovuq bilan birga kiramiz. Hozirdan o'sha onasiga охранник bo'lgan. Sovuq shunaqa sirpanchiqda o'tishni juda ham yaxshi ko'radi. Bir-ikkita tarbiyasiz bolalar bor ekan, shuning uchun maydonchadan ketishga majbur bo'ldik. Yo'lda yosh bolachalarni butikiga kirdik. Ishonsanglar, narxiga qaraganda kachestvasi umuman yoqmadi.